Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan men Hamid kanaliga xush kelibsizlar. Ijtimoiy tarmoqlarga kirsalaring, yana o'sha svet muammosi, gaz muammosi odam uyalib ham ketadi to'g'risiga, lekin shularga qaramasdan turib, elektr energiya vazirligi Jo'rabek Mirzomahmudov yaqinda chiqib turib, yana bir xalqni qulog'iga bilmadim, lag'monni ildimi, endi meni bu fikrim, ayrim bir va'dalarni beruvdi. Pustoy slovga o'xshaydi bu ham. Ko'chma konteynerlar keladi, zapravkalar keladi deb, lekin ming afsuski biron joyda bir ijtimoiy tarmoqlarda o'sha ko'chma konteyneri ham, ko'chma zapravkasi ham yo'q. Naborot, zapravkalar ishlamayapti vaqtida, kilometrlab o'chiradi. Bu yoqdan blogerlar, jurnalistlar chiqib turib tanqid qilyapti. Nima odamlarda ish yo'qmi qilarga? Jo'rabek Mirzomahmudov o'tgan safar ham chiqib turib va'da beruvdingiz. Bo'lmasam jamoam bilan ketaman deb. Ishlayib o'tiribsiz hozirgacha maza qilib. Yaqinda chiqib yana intervyu berdingiz. Ko'chma zapravkalar bo'ladi, hammasi chotki moshina muammo bo'lmaydi deb. Nima bo'ldi mana? Yana yeb qo'ydingizmi? Qachongacha chiqib turib xalq qilib lag'monni yurasiz? Men bilmayman, bular nima deb prezidentga hisobot bera, milliard pul bersa, amal berib qo'ysa. Bular qachon sizlar bir haqqonni ishlaysizlar? Qachon? Nima uchun xalqlaringni birinchi bo'lib gaz bilan, svet bilan ta'minlamasdan turib Afg'onistonga sotasizlar, Tojikistonga eksport qilyapsizlar, Qirg'izistonga chiqaryapsizlar? Nima uchun birinchi o'rinda energetika vazirligi birinchi o'rinda xalq turadi? Nima uchun xalqni ta'minlamasdan turib chetga sotyapsizlar? Maqsad nima? Pul qilishmi? Nima bo'layapti bu yerda? O'zlaring limitni joriy qilib turib, limitga o'tdi kallasida narxdan belgilab qo'ygan bo'lsalaring, ito xalq sotib olyapti shu narsaga. Shu qo'ygan narxlaring bo'yicha xalq sotib olyapti. Yana har yili qishki kuni bizda svet gaz muammo. Gaz bilan ta'minlamagan chekka hududlarga chegirma bo'ladi degan edilaring. Energetika masalasi bo'yicha. Bu ham bo'lgan emas. Qachongacha bu holat davom etadi? Odam uyaladigan bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoq har yili qishki kuni O'zbekning muammosi faqat gaz bilan svet bo'lib qoldi. Sizlar tepada o'tirgan ayrim amaldorlar shu O'zbekning millatini qaysidir bir ma'noda sizlar xor qilyapsizlar. Gazini bermayapsizlar, svetini bermayapsizlar. Biznesmenlar mana shu svetni, gazni sinib ketyapti, yopaveryapti. Bormi bu haqiqat? Qachongacha bu holat davom etadi? Taksichilar nima qiladi? Oila boqish kerak, ro'zg'or qimlatish kerak. Kecha kirib internetda ko'ryapman, kilometrlab 3 kundan beri o'tiribman deydi. O'zim taksida ishlayman deydi, 3 kundan beri o'tiribman deydi, gaz ola olmayman deyapti. Ular ham sizlarga o'xshagan issiqjon. Sizlarning uylaringga men 100% javob berib aytaman. 1 sekund svet o'chmaydi, 1 minut, 1 sekunddan 1 gaz ham o'chmaydi. Hammasi sizlarda cheki. Nima uchun xalqni shunday qilib ta'minlamaysizlar? Puliga sotib olyapti-ku, puliga yo kimgadir besplatni beryapsizlarmi? Gazni yo svetni besplatni beryapsizlarmi? Besplatni bergan kunlaring o'zlaring o'svorasizlar. Nima uchun bergan va'dalaringni birontasini amalga oshirmayapsizlar? Chiqasizlar, otni kallasida qilib turib intervyu berasizlar-dan, sizlarning gaplaringni eshitgan fuqarolar bu yerga osmondan uchib ketadi. Deydi, mana deydi, kelasiz yermi? Mana yangi yildan keyin yana bir nima deydi, gazni o'chasizlar bir 2 oydan keyin, yanvarda oxirida, fevral oxiridami gazni o'chasizlar, svetlarni zo'r qilib qo'yasizlar, o'sha qish o'tib bo'lgan bo'ladi. Kimga kerak bo'ladi? Sovuq kuni svet bilan gazni bermasalaring. Havo isigandan keyin bu qani bu yerda ma'no? Nima maqsad sizlarda o'zi? Nima uchun xalqlaringni ta'minlamasdan turib chetga eksport qilasizlar? Xalqni ham o'zlaringni ham bilinglar, baraka topkirlar. Odamlar ham sizlarga o'xshagan issiqjon, kimnidir uyida qariyasi bor, kimnidir uyida yosh farzandi bor. Bu nima bu ahvol? Prezidentimiz sizlarga amal berib qo'yibdimi? Berib qo'yibdi. Pulni beryaptimi? Milliardlab beryapti. Vakolat berib qo'yibdimi? Nima uchun shu narsani sizlar to'g'ri maqsad bo'yicha ishlatmaysizlar? Oldi qo'shda bir bo'lar bo'lmas pustoy slov bilan xalqlarning qulog'iga lag'monni ilib yuribsizlar. Sizlar nima ko'rmaysizlarmi ijtimoiy tarmoqlarda? Kirmaysizlarmi? Qaramaysizlarmi nima bo'lyapti? Qayda nima ahvol? Ko'chma konteynerlar, qani mana ko'chma konteynerlar ham yo'q, hech bo'la yo'q.
Ey